Assalomu alaykum do'stlar. Mana bir pasda 2025-yil ham yakunlanmoqda. Hozir siz nimani his qilayotganingizni bilaman. Yil juda tez o'tdi. Umuman faqat bu yilning o'zigina emas, vaqtning o'zi juda tez o'tayotgandek tuyulmoqda. Shuning uchun men loyihamizning bugungi sonini vaqt haqida qilishga qaror qildim. Aniqrog'i, bugun vaqtni qanday idrok etishimiz va uning nega tez o'tayotgandek tuyulishi haqida gaplashamiz. Demak, non-fiction loyihasining bugungi soni Alan Burdekning Why Time Flies, ya'ni so'zma-so'z tarjima qilsak, Nega vaqt uchadi nomli kitobi haqida bo'ladi. Ushbu kitobda Alan Burdek vaqtni tadqiq etish bilan bog'liq turli xil eksperimentlarni bir joyga jamlagan. Aslida vaqtni tadqiq qilish uchun olim yoki qandaydir maxsus bilimlarga ega mutaxassis bo'lish shart emas. Shunchaki vaqtning u yoki bu vaziyatda qanday o'tishiga e'tibor qaratishning o'zi yetarli. Hammamiz boshdan kechirganmizki, vaqtimizni juda zerikarli tarzda o'tkazayotganimizda yoki kimnidir kutayotganimizda u nihoyatda tez o'tayotgandek tuyuladi. Ovqatlanayotganimizda, o'yin o'ynayotganimizda yoki maroqli suhbat paytida aksincha vaqt juda tez o'tib ketadi. Alan Burdek nega shunday ekanligini tushunishimiz uchun birinchi navbatda vaqtni yaxlit yoki yagona tushuncha sifatida emas, balki vaziyat va sharoitga qarab turli xil idrok etishni tavsiya qiladi. Shu jihatdan u vaqt tushunchasini 4 ta turga bo'ladi. Birinchisi jismoniy, ya'ni fizik vaqt. Bu biz soatga qaraganimizda ko'radigan va idrok etadigan vaqtdir. Ikkinchisi biologik vaqt, ya'ni bizning tanamiz bilan bog'liq vaqt. Masalan, sirkad ritmlar. Uchinchi tur esa psixologik vaqt. Bu aynan o'sha bizning turli psixologik holatlarimizdagi vaqtni idrok etishimiz bilan bog'liq vaqt turi hisoblanadi. Yana bittasi esa sotsial, ya'ni ijtimoiy vaqt tushunchasi. Ijtimoiy vaqtga kalendar, ish jadvallari yoki transportlarning qatnovi jadvali kabilar kiradi. Xo'sh, bu tushunchalarni bir-biridan ajratib oldik. Ammo hayotimizda bu tushunchalar ko'pincha bir-biri bilan to'g'ri kelmaydi. Misol uchun, soatga qarasangiz ertalabki 7 bo'lganini ko'rasiz, lekin tanangiz uchun go'yoki hali tun davom etayotgandek tuyuladi. Yoki kalendarga qarasangiz oddiy ish kuni xuddi oldingi kunlardagidek, ammo u go'yoki juda cho'zilib ketayotgandek yoki aksincha juda tez o'tib ketayotgandek tuyulishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, yuqoridagi vaziyatlarda biologik vaqt jismoniy vaqtni, psixologik vaqt esa ijtimoiy vaqtni inkor etmoqda. Mana shu joyda savol tug'iladi. Vaqt tushunchalari shunchalik bir-biridan farq qilar ekan. Biz nega uni nazorat qilishga urinaveramiz? Yaxshi savol. Bu haqda biroz keyinroq o'ylab ko'ramiz. Vaqt tushunchasi paradokslarga to'la. Misol uchun, zerikayotgan paytimizda vaqt biz uchun sekin o'tadi. Odatda bu bir xillikdan iborat yumushlar bilan band bo'lib qolganimizda sodir bo'ladi. Bunday holatlarda vaqt go'yoki saqich kabi cho'ziladi. Lekin vaqtimizni maroqli o'tkazayotganimizda esa buning teskarisi. Vaqt juda tez o'tadi. Ammo bu yerda bitta paradoks bor. Retrospektiv nuqtai nazarga ko'ra, ya'ni oradan vaqtlar o'tgach, biz hayotimizda bo'lgan voqealarni eslaydigan bo'lsak, hayotimizdagi juda uzun bo'lib tuyulgan, ya'ni zerikarli yumushlar umrimizning uzunligini go'yoki juda qisqa bo'lgandek qilib ko'rsatadi. Aksincha, hayotimiz davomida bir zumda o'tib ketgandek bo'lib tuyulgan lahzalar, ya'ni ularning ko'pligi go'yoki umrimizning juda uzun va qaysidir ma'noda mazmunli o'tganligini anglatadi. Chunki gap vaqtda emas, bizning xotiramizda. Shuning uchun ham yillar o'tgach, essiz, umrim ham bir pasda o'tib ketdi, garchi kunlar uzun bo'lgan bo'lsa ham deb o'kinamiz. Siz uchun shunchaki motivatsion gap bo'lib eshitilishi mumkin, lekin umringizning oxirida shunday demasligingiz uchun ham iloji boricha mazmunliroq hayot kechirishga harakat qiling. Bugungi videoni tugatish uchun ideal so'zlar, lekin biz vaqt tushunchasini o'rganishda davom etamiz. Negadir bizga bolaligimiz boshqacha ko'rinadi. Qiziqarli, davomiy, mazmunli. Katta bo'lganimizdan boshlab esa vaqt suvdek oqayotganini payqay boshlaymiz. Aslida esa hamma gap bolaligimizda biz uchun hamma narsaning yangilik bo'lganligida ekan.
Ya'ni biz bolalikda har kuni nimanidir o'rganganmiz, ko'rganmiz, biz uchun hamma narsa yangilik bo'lgan. Miyamiz bunchalik tez-tez yangi narsalarni ilg'ayverganidan bizda iliq va mazmunli lahzalar ham ortavergan. Bu esa bizda bolalik davrini go'yoki uzunroq bo'lgandek qilib ko'rsatadi. Katta bo'lganda esa aksincha biz ishlashni boshlaymiz. Ishda esa har kuni bir xil vazifalarni bajaramiz. Kunlarimiz esa bir-birini takrorlayveradi. Yuqorida biz ko'rib chiqqan paradoks esingizdami? Aynan shu sababli biz katta bo'lgach, yildan yilgacha vaqt tez o'tyapti deya takrorlashni boshlaymiz. Demak, iloji boricha kunlarimiz bir-biridan farq qilish uchun harakat qilishimiz kerak. Agar buni uddalay olsak, hayotimiz hozirgidan ham mazmunliroq bo'ladi. Chunki biz hozirgi lahzadagi vaqtni his qilmaymiz. Faqat o'tib ketgandan keyingina, ya'ni retrospektiv tarzda idrok qilamiz. Yanada tushunarliroq bo'lishi uchun jumlani biroz o'zgartiraman. Biz vaqtni idrok etmaymiz, biz uni eslaymiz. Aynan shu sababga ko'ra, agar o'tgan vaqt ichida eslashga arzirli nimadir bo'lsa, bizga u uzunroqdek tuyuladi. Aksincha, agar uzun vaqt davomida faqat bir xil yumush bilan band bo'lsak, eslashga arzirli lahzaning o'zi ham bo'lmaydi. Alan Burdick yana bitta qiziqarli savolni o'rtaga tashlaydi. Agar biz uydagi soatlarni olib tashlab, derazalarni yopsak, tashqariga chiqmasak va izolyatsiyada bo'lib, umuman quyoshni ko'rmasak, biz avtomatik tarzda 24 soatlik rejimda yashay olamizmi? Ya'ni roppa-rosa 1 sutka vaqt o'tganini his qilamizmi? Savolni yanada aniqroq qo'yadigan bo'lsak, bizlarda, ya'ni odamlarda ichki biologik soat mavjudmi? Yoki biz shunchaki quyoshga qarab vaqtimizni moslashtiramizmi? Kitobda mana shu savollarga javob topishga harakat qilgan turli tadqiqotchilarning eksperimentlari keltirilgan. Masalan, fransiyalik olim Michel Siffer buni aniqlash uchun bir qancha tadqiqotlar o'tkazgan. Shunday tadqiqotlardan birida u chuqur va quyosh nurlari tushmaydigan g'orga tushib, o'sha yerda 205 kun yashaydi. U o'zi bilan yetarlicha suv va oziq-ovqat, kitoblar va natijalarni qayd etib borish uchun kerakli uskunalarni olgan. Ammo soat yoki soatni aniqlashga yordam beruvchi hech narsa olmagan. U o'z rejasiga ko'ra 6 oy davomida izolyatsiyada bo'lib, biologik vaqt tushunchasini o'rganish uchun shaxta bo'ylab juda chuqur g'orga tushadi. U har uxlab turganidan keyin bir siklni qayd etadi. Ya'ni uning sezgilari bo'yicha bir sutkani. Har kuni bir xil amallarni bajarardi. Masalan, o'z haroratini, qon bosimini o'lchardi. Keyin esa velotrenajyorda qanchadir vaqt mashq qilardi. Kitob o'qirdi yoki audio tasmalarni eshitardi. Oradan biroz vaqt o'tgach, audio tasmalarni eshitadigan apparat buziladi va unda vaqtni zerikmasdan o'tkazish uchun endi faqat kitoblar varianti qoladi. Keyinchalik esa har kuni oldingidan 2 soat keyinroq uyg'ona boshlaydi va vaqt uzunligi asta-sekin surila boshlaydi. Masalan, Michel Sifferning g'orga tushganidan keyin 37-kunga kelib, uning hisob-kitobi bo'yicha 30-kun boshlangan edi. Keyingi kunlarda esa u odatdagidan ham ko'proq uyg'oq yura boshlaydi. Lekin uxlashga yotgach esa 15 soatgacha cho'zilishi mumkin edi. Borgan sayin uning rejimi odatiy kun tartibidan bundan ham katta farq qila boshlaydi. Orada bir safar uning bitta sikli 24 soat bo'lsa, keyingi kuni 45 soatgacha cho'zilishi mumkin edi. Ushbu tajriba shuni ko'rsatadiki, bizning tanamiz aniq bir biologik rejimga ega emas. Ya'ni tanamiz sirkat ritmlariga faqat qismangina amal qiladi, to'liq emas. Shuning uchun ham bizda uyqu rejimining o'zgarib ketishi juda oson. Ko'rib turganingizdek, biologik vaqt va jismoniy vaqt bir-biri bilan sinxron emas. Ular ba'zan bir-birini inkor etadi. Esingizda bo'lsa, biz bitta savolni ochiq qoldirgan edik. Biz o'zi nega vaqtni nazorat qilishga urinamiz? Ko'proq yashash uchun, aniqrog'i ko'proq narsalarga ulgurish uchun. Lekin deadline'lar, chalg'ituvchi omillar, texnologiyalar va hech ham tugamaydigan ishlar davrida vaqtni nazorat qilish deyarli ilojsiz. Agar u yoki bu narsaga ulgurmasangiz, o'zingizni qo'ymang. Bu sizga hech narsa bermaydi. Axir bu sizning kamchiligingiz yoki aybingiz emas. Bu shunchaki jismoniy vaqt va biologik vaqt o'rtasidagi konfliktdir.
Umrimiz bir pasda o'tib ketgandek tuyulmasligi uchun esa biz uni voqealarga va yorqin lahzalarga boyitishimiz kerak. Ana shunda biz o'zimizni ko'proq yashayotgandek his qilamiz. Xo'sh, Alan Burdick nega vaqt uchadi kitobi orqali o'ylashimcha shu savolning o'ziga juda tushunarli tarzda javob bera olgan. Shuning uchun ham men bu kitobni must read deb hisoblayman. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, bizni layklar va izohlar orqali qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa sizga yangi 2026-yilda hayotingiz mazmunli va qiziqarli lahzalarga to'la bo'lishini, eng esda qolarli yillardan biri bo'lishini tilab qolamiz. Asosiy maslahatimiz esa, do'stlar, ko'proq yashang. Keyingi yil ko'rishguncha, xayr.